10-fasl. Mulla Husaynning Mozandaronga va Tohiraning Xurosonga safarlari. Mulla Husayn Hazrati Bobning irodalariga binoan Mahkuni tark etib, Mozandaronga qarab yo'l oladi. U qaysi shahar va qaysi qishloqda to'xtamasin, Hazrati Bobning xabarlarini tarqatadi. U Tehronda yana Hazrati Baho'llohning huzurlarida bo'lish sharafiga muyassar bo'ladi va oldinda kutayotgan sinovlarni matonat bilan qarshi olishda unga madad bo'ladigan ruhiy quvvat oladi. Mulla Husayn Tehrondan Mozandaronga yo'l oladi. Bu paytda Quddus o'z tug'ilgan shahri Barfurushda otasining uyida bo'lib, mahalliy aholi undan juda ham mamnun va to'xtovsiz maqtashar edi. Mulla Husayn to'g'ri Quddusning uyiga keladi va Quddus uni xursandlik bilan kutib olib, mehmon o'zini xuddi o'z uyidagidek his qilish uchun hamma sharoitlarni yaratishga harakat qiladi. Mulla Husayn Barfurushda bo'lgan paytida Quddus bilan yaqinroq tanishib, uning turli mavzudagi asarlarni o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu asarlar Mulla Husaynga Quddus martabasining alohida e'tiboriga loyiq ekanligini tushunib yetishga yordam beradi. Va u ushbu yigitga nisbatan itoatkorona va yuksak ehtirom ko'rsata boshlaydi. Odatda sharafli o'rin egallagan, hozirda esa Quddusga itoatkorona ta'zim etayotganligini ko'rgan Mulla Husaynning do'stlari uning Quddusga nisbatan bo'lgan munosabatining bu qadar o'zgarishidan hayratda qoladilar. Quddus Mulla Husayndan Mashhadga borib, u yerda dindorlar yig'ilib zuhur haqida suhbatlasha olishlari uchun mos keladigan joy topishni iltimos qiladi. U tez orada Mulla Husaynga borib qo'shilishga va'da beradi. Mulla Husayn Quddusning iltimosini bajarishga muvaffaq bo'ladi. U Mashhadda imorat qurishning uddasidan chiqadi va bu uyga Bobiya, ya'ni Bobning uyi deb nom beradi. Bu bino hozirgi kunga qadar shu nom bilan ataladi. Qurilish ishlari tugallanishi bilanoq Quddus kelib Mulla Husaynga qo'shiladi. Tez orada Bobiya ko'plab dindorlar yig'ilib, yangi dinning ta'limoti haqida suhbatlashadigan va fikrlashadigan maskanga aylanadi. Quddus Xuroson viloyatida bo'lgan paytlarda Tohira Karbaloda faoliyat ko'rsata boshlaydi. Aynan shu yerda Tohira Hazrati Bobning hamma dindorlarning Xurosonga borishi lozimligini buyurilgan nomalarni oladi. Yangi zuhurni qabul qilgan Tohira Hazrati Bobni biror marta ham ko'rmay, o'zini ul zotning ta'limotlarini targ'ib etishga bag'ishlaydi. U axloqiy qadriyatlarning tubanlashib ketganligi va fisq va fujurlarni fosh aylab, jamiyat hayotini yangilash lozimligi haqida qo'rqmasdan da'vat qilar edi. Tohira Karbaloda marhum Said Kozimning bevasini yangi zuhurning haqligiga ishontirib, uning yangi dinga iymon keltirishiga sababchi bo'ladi. Ushbu ayol va Tohira ajralmas dugonalar bo'lib qolishadi. Biroq bevaning bevaqt vafoti bu do'stlik rishtasini uzib ketadi. Tohiraning harakatlari tufayli Karbaloda yangi dinni qabul qilgan ko'plab odamlar orasida Shayx Solih ismli arab kishi ham bo'lib, Tohira uni maqtashdan tolmas edi. Hazrati Bobning nomalarini olgach, Tohira darhol Xurosonga jo'nashga tayyorlanadi. Karbalodan u avval Bag'dodga keladi. Unga ko'pgina do'stlari hamrohlik qilishadi va ular orasida Shayx Solih ham bor edi. Yo'lda u otasining choparini uchratadi. Otasi Tohiradan tug'ilgan shahriga kirib o'tishni iltimos qilgan edi. U noiloj rozi bo'ladi. Tohira ikki kishi, Shayx Solih va Mulla Ibrohim Gulpaygoniydan boshqa hamma hamrohlari bilan xayrlashib, Kazvinga qarab yo'l oladi. Tohira Kazvinga kelishi bilan uning o'zini otasi Mulla Toqiy va amakisidan keyin Erondagi eng katta ulamo deb hisoblaydigan eri unga qaytib kelishi talab qilingan xat yuboradi. Tohira uning xatiga bunday deb javob beradi: O'ziga bino qo'ygan va kibru havosi baland bu odamga ushbu so'zlarimni yetkazing. Agarda sen chindan ham mening sodiq erim va do'stim bo'lishni istaganingda edi, meni Karbaloda kutib olishga oshiqqan va Kazvingacha mening palankinimni piyoda kuzatib qo'ygan bo'lar eding. Agar biz birga safarga chiqqanimizda edi, men sen mubtalo bo'lgan g'aflat uyqusidan uyg'otgan va haqiqat yo'lini ko'rsatgan bo'lar edim.
Ammo bunday bo'lishi taqdiriga yozilmagan ekan. Bizning ayrilganimizga 3 yil bo'ldi. Na bu dunyoda, na narigi dunyoda hech qachon men sen bilan birga bo'la olmayman. Men seni bir umrga o'z hayotimdan o'chirib tashladim. Tohiraning eri va qaynotasi Mulla Toqiy bu xatdan darg'azab bo'lib, uni kufrda ayblab, malomatlar yog'dirishadi. Shu bilan birga ular Shayx Ahmad va Said Kozimning ham barcha izdoshlarini qoralaydilar va shundan so'ng ularning ta'sirlari ostida avom xalq bu ikki pokiza allomaning izdoshlarini ta'qib qila boshlaydilar. Ularni hammaga eshittirib haqoratlardilar, tajovuz qilardilar va kaltaklardilar. Shogirdlardan biri o'ziga va dindoshlarga bo'lgan bunday munosabatlarga chiday olmay, yolg'iz o'z bilganicha adolatni qaror toptirmoqchi bo'ladi. Bir kuni masjidda qulay imkoniyat tug'iladi. U Mulla Toqiyning yolg'iz qolishini kutib, unga xanjar bilan tashlanadi. Og'ir jarohatlangan Mulla Toqiy o'lim yoqasida edi. Bu hodisa shaharda katta g'alayonni keltirib chiqaradi. Odamlar kimdan sal shubhalansalar, ushlab kaltaklayverdilar. Begunoh odamlarning azoblanishiga sababchi bo'lib qolmaslik uchun qotil hokimga borib, jinoyatini tan oladi va qamoqqa olinganlarni ozod qilishni so'raydi. Uni o'lim to'shagida yotgan Mulla Toqiyning oldiga olib boradilar va u o'limi oldidan uni taniydi. Ko'p o'tmay Mulla Toqiy olamdan o'tadi. Qotil qamoqqa olinadi. Lekin begunoh odamlar ozod qilinmaydi. Qotil esa keyinchalik qamoqdan qochib qutuladi. Endi Tohira g'arazgo'ylar hujumining asosiy nishoniga aylanib qoladi. Uni qotillikka gijgijlashda ayblab, uning o'lim jazosiga hukm qilinishini talab qiladilar. Mulla Toqiyning tarafdorlari shu orada Shayx Solihni qotillikda ayblab, qamoqqa oladilar va Tehronga olib borib shafqatsizlarcha qatl qiladilar. U Eron zaminida din yo'lida qon to'kkanlarning birinchilaridan edi. Shayx Solih dor kursisiga jallod oldiga mardlarcha chiqadi va u bilan xuddi qadrdon do'stini uchratganday ko'rishadi. Bu voqealar o'sha paytda Tehronda yashayotgan Hazrat Bahoullohni ham chetlatmay o'tmaydi. Ul zotni ham hibsga oladilar, lekin bir necha kundan keyin qo'yib yuboradilar. Mulla Toqiy qarindosh urug'larning ulardan qasos olmasliklari haqida va'da berishlariga qaramay, Shayx Solihdan tashqari Hazrati Bobning yana bir necha izdoshlarini o'ldirishadi. Ba'zilarini shu qadar shafqatsizlik bilan o'ldirishib, jasadlarni tilka-pora qilib sochib yuborishadiki, hatto ularning a'zolarini yig'ib ko'mishning ham iloji bo'lmaydi. Hokimiyatning loqaydlarcha hech qanday chora ko'rmaganligi g'arazgo'ylarni avjilantiradi. Endi ular Tohiraga nisbatan dahshatli jazo berish chorasini ko'ra boshlaydilar. Bundan xabar topgan Tohira eriga xat yozadi. Unda agar u o'zi qilayotgan ish haq ishi, agar u sajda qilayotgan Xudo yagona haq taolo bo'lsa, 9 kun o'tmasdan u ozod qilinib, erining hukmidan xalos qilinishini ma'lum qilgan edi. Roppa rosa 9 kundan keyin Hazrati Bahoulloh Tohirani yashirincha Kazvindan olib chiqib, Tehronga jo'natishga erishadilar. Tohiraning g'oyib bo'lganligidan ajablangan kazvinliklar uzoq yillar davomida Allohning Tohirani erining zulmidan xalos qilish haqidagi bashoratli so'zlarni eslab yurishadi. Bu voqeadan keyin ko'plar yangi dinni qabul qilishadi. Tohira Hazrati Bahoullohning uylarida bir necha kun bo'ladi. Hamma tayyorgarlik ishlari Hazrati Bahoulloh yordamlarida nihoyasiga yetgach, Tohira Xurosonga yo'l oladi.